10X mashinasida bu narsani men ko'rmagan edim. Sizlarga ham bitta ko'rsataman. Mana bu chap tomon krelli hisoblanadi. Ko'prikda pryamoy ko'rib turibdi. Lekin mana bu joyda podkrelniy bor, bu tomonda ham podkrelniy bor, lekin chap tomoniga o'tamiz. Chap tomon вообще qiziq. To'la. Polniy plastmassa bilan o'ralgan mana. Hamma yo'q plastmassa, u tomoni ham, bu tomoni ham plastmassa kuzovda zashta qiladi. Xo'p, endi o'ng tomoni. Nimaga bu qiyiqim? Buni biz qilib qo'ymaganmiz, zavod tomonidan xuddi shunday kelgan, 1,5 ming yurgan 10X mashinamiz. Bu tomonda yarim takki, bu tomonda yarim takki. O'tda bemalol ochiq. Undan ham qizig'i bor. Yurishi tarif 1,5 ming kilometr yurgan, lekin yo zavod teshgan, yo teshilib qolgan. Jumanta teshigi bor bitta. Bunisida ham teshigi bor. Gruzda ikkita teshigi bor. Undan tashqari mana bu svarkani qaranglar. Вообще zo'ra. Xuddi bizga o'xshagan odam svarka qo'yib qo'ygan, opiti yo'q odam. Вообще mazza. Bu tomonda zashlik bor, podkrelniy nari tomonda. Bu tomonda yo'q, bu tomonda bor. Endi buni qaranglar. Oldiga o'tadigan bo'lsa, endi oldi odatiy holatida o'ng tomonida bor, chap tomonida yo'q. Bu chap tomondagi Nexia 3 ta ham yo'q edi, lekin orqasi вообще ajablanarli holatga duch kelib qoldik, lekin kimdir ko'rgan bo'lsa, mabodo yozib qoldirasizlar. Bu tomonda yo'q, bu tomonda bor. Zo'ra, xullas 1,5 ming yurgan mashinamizga polniy hadovoyni yumshatib berdik. Oldilariga rezinkalar, bu kobalt qilingan, kobaltdan ancha effekti zo'r. Orqa tomonlariga ham to'la rezinka qoqilgan, amortizator qo'yilgan, prujina qo'yilgan. Xullas full variantda yumshatib berilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol orqaga chiqib ko'raverasizlar. 10X minadigan bo'lsanglar, mana shu joyga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Hamda 10X minadigan akalarga jo'natib qo'yinglar.